Assalomu alaykum, hurmatli va qadrli kuzatuvchilarimiz. Qanaqasiz? Sog'misiz? Salomatmisiz? Ayolimiz tekshiruvlardan o'tib kelganlar va bachadon bo'ynida aynan eroziya deb aniq qilingan tekshiruvlarda yaxshi chiqqan. Yaxshi bo'lganligi uchun biz eroziyani aynan lazer apparati yordamida kuydirish jarayonini amalga oshiryapmiz. Ayolimiz bizdan so'rayaptilar: "Sevichalar bilan yo'qolmaydimi, doktor? Sevichalar bilan yo'qoladigan eroziya kasalligi bo'ladigan bo'lsa, hech kimda eroziya bo'lmas edi hozirgi kungacha. Meni ustozim o'rgatganlar. Shogirdim, sen birinchi o'ringa o'zingni foydangni emas, olayotgan pulingni emas, aynan bemorda foydasini ko'zlab, sen unga eng foydali bo'ladigan narsani ayt deb aytganlar. Shuning uchun bizni birinchi o'rinda bizning manfaatimiz emas, bu yerda eng birinchi o'rinda o'sha eroziyaning yaxshi bo'lish natijasi biz uchun birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun yaxshi bo'lishning yagona yo'li hozir mana shu narsa deb bu kishiga tushuntirdim va bu kishi aynan xo'jayinlari bilan maslahatlashdilar. O'zlari uzoq o'ylab oxiri mana eroziyani kuydirish jarayonini boshlayapti. Shuning uchun